Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti tarix va falsafa kafedrasi o'qituvchisi Abdullayev Jamshid. Bugungi video darsimizning mavzusi qadimgi Rimda ilmiy bilimlarning taraqqiy etishi. Bugungi mavzu bo'yicha ko'radigan masalalarimiz qadimgi Rimda ilmiy bilimlarning vujudga kelishidagi tarixiy shart-sharoitlar, Sitseron, Seneca, Mark Aureliy, Augustin Aureliy va Biotisiylar Rim ilmiy dunyoqarashining peshqadam vakillaridir. Miloddan avvalgi 1-asrning oxiri va milodning 1-asr boshlari Rim seriyatining oltin asri. Va oxirgi masalamiz Rimda teatrlar, kutubxonalar, ko'priklar va vodoprovodlar qurilishida aniq fanlarning o'rni. Qadimgi Rimda siyosiy huquqiy qarashlar qadimgi Yunonistonda shakllangan ijtimoiy siyosiy qarashlar ta'sirida yuzaga keldi. Miloddan avvalgi 5-asr o'rtalarida plebeylar yozma ravishdagi qonunlarni tayyorlashni talab qila boshladilar va Yunonistonga odamlar yuborib, ulardagi qonunchilik, davlatchilik asoslarini o'rganib kelish, xususan Salon davrida yaratilgan qonunlarga katta e'tibor berishni topshirdi. Bu tajribalar puxta o'rganilib, nihoyat 12 jadvaldan iborat bo'lgan qadimgi Rim huquq normalarini ishlab chiqishga asos bo'ldi. Qadimgi Yunonistonning atoqli faylasuflari Sokrat, Aflotun, Arastu, Epikir, Stoiklar, Polibeylar va boshqalar qadimgi Rim ijtimoiy, siyosiy va huquqiy qarashlarining shakllanishiga kuchli ta'sir qildilar. Qadimgi Rimda huquqshunoslik fanining rivojlanishi katta voqea edi. Rim huquqshunoslari huquqning umumiy nazariyasi va muammolarini yoritib berdilar. Ayrim huquqshunoslik sohalari davlat va huquq nazariyasi va ma'muriy huquq, jinoyat huquqi, xalqaro huquq mustaqil tarzda ishlab chiqildi. Rim huquqshunoslari jamiyat hayotida ro'y berayotgan yangiliklarning nazariy asoslarini ishlab chiqdilar. Rim yuristlari tomonidan kashf qilingan huquqshunoslikka oid atamalar, fanlar bugun bizda ham o'rganilmoqda. Rim imperiyasida milodiy asr boshida xristianlik paydo bo'ldi. Ilk xristianlik ta'limotlari barcha erkinlik haqidagi qonunlarni mavjud bo'lgan ko'plab tabiiy huquqiy g'oyalarning yangi din o'z nomidan ilohiy ruh, Xudoning ifodasi deb talqin qila boshladi. Barcha muhim ahamiyatga ega barcha odamlarning tengligi, uning odamlar o'rtasida qaror topish zarurligi haqidagi g'oya muhim ahamiyatga ega edi. Xristianlik paydo bo'lishi va jahon dini sifatida kengayib, mustahkamlanib borishi insoniyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida kuchli ta'sir qildi. Milodiy 2-asrda xristian jamoalarida ahvol birmuncha o'zgardi. Qadimgi Rim siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixida Sitseronning o'rni nihoyatda ahamiyatlidir. Mashhur orator, davlat arbobi va mutafakkir Sitseron davlat va huquq muammolariga bag'ishlangan davlat haqida, qonunlar haqida, burchlar haqida va boshqa asarlarda siyosiy va huquqiy qarashlarni o'z aksini topgan. Davlatning paydo bo'lish sababi odamlarning birga yashashga intilishidir deb ta'kidlaydi Sitseron. Birga yashash odamning tabiiy ehtiyojidir deydi Sitseron. Davlat xalqning ishi boyligidir. Sitseron davlatning tuzilishi shakllariga katta ahamiyat beradi. U 3 ta oddiy davlat shaklini ko'rsatib o'tadi. Bular podshoh hokimiyati, aristokratlar hokimiyati va xalq hokimiyatini deb ta'kidlaydi. Bularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega ekanligini ta'kidlab o'tadi. Shuning uchun bularning barchasiga xos bo'lgan afzalliklarni o'zida birlashtirgan qo'shma davlat tuzishni taklif etadi. Zo'rlik bilan o'rnatilgan yoki yakka shaxs yoki olomon hukmronligi yoki biron to'raning hukmronligi davlat shakli hisoblanmaydi. Bunga yo'l qo'yish mumkin emas deb ta'kidlaydi. Bu yerda insoniy manfaat ham, barcha uchun teng huquq ham yo'q. Sitseron ijodida haqiqiy davlat arbobi va ideal fuqaroga xos fazilatlar, katta va xususiyatlarni ta'riflash bilan bir qatorda Sitseron ijobiy huquqning o'zini xususiy va ommaviy huquqlariga bo'ladi. Sitseron ijodiy merosi insoniyat madaniyatining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Rim davlatida texnika taraqqiyoti Rimda ichki urushlar boshlangan paytda
ya'ni miloddan avvalgi 100-yillar va Trayan hukmronligi davri milodiy 98-1017-yillar oralig'ida bo'lgan. Rimda madaniyat, samarali hukumat tuzilmasi, yagona huquqiy tuzum va Rim texnika va muhandislarining mahorati tufayli butun Yevropa va O'rta Yer dengizi bo'ylab keng tarqaladi. Rim ilmiy texnika innovatsiyalari va yutuqlarining salmoqli qismini ellenistik davr miloddan avvalgi 4-2 asrlar oxiri, ya'ni qadimgi Yunon madaniyati yaratgan. Rimliklarda qishloq xo'jaligi, metalga ishlov berish, kulolchilik va to'qimachilik sohasida Misr va Yaqin Sharqning neolit va bronza davri sivilizatsiyalarida yaratilgan ixtirolarga o'xshash ajoyib ixtirolar bo'lmagan. Ammo rimliklar texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirishga muvaffaq bo'lishgan. Sharqiy O'rta Yer dengizidagi Yunon madaniy maydoni Rim muhandislariga matematika va boshqa fanlar asoslari bo'yicha bilim berdi. Bu rimliklarga energiya ishlab chiqarishni tubdan yaxshilashga, qishloq xo'jaligi texnologiyasi, konchilik va metalga ishlov berish, shisha ishlab chiqarish, keramika va to'qimachilik, transport, kema qurish infratuzilmasi, tovarlarni ommaviy ishlab chiqarish, aloqa va savdo imkonini berdi. Rim texnologiyasi tarixiga oid yozma manbalar bizgacha saqlanib qolinmagan. Istisno holatida Vitruviy kabi mualliflarning texnika asarlari, shuningdek Pliniy kabi olimlarning, tadqiqotchilarning asarlari tabiiy va texnik mazmundagi risolalardir. Bundan tashqari, Rim muhandisligi va texnologiyasi haqidagi ma'lumotlar tarixiy va ilmiy matnlarda, shuningdek Rim shoirlarining she'rlarida mavjud. Afsuski, ularning deyarli barchasi bizga O'rta asr nusxasida yetib kelgan. Ularning aniqligi ko'pincha shubhalidir. Umuman, tarix fanidan farqli o'laroq texnologiya tarixni o'rganish uchun ko'pincha yozma manbalar emas, balki saqlanib qolgan asboblar, transport vositalari va boshqa arxeologik topilmalar, shuningdek qadimgi tasvirlar qiziqish uyg'otadi. Rimda matematik asoslari. Pozitsion sanoq tizimlari Rim davrida allaqachon ma'lum bo'lgan bo'lsa-da, ular ancha rivojlangan va zamonaviy o'nli tizimga o'xshar edi. Konservativ rimliklar an'anaviy hisoblash tizimidan foydalanishni afzal ko'radilar. Undan raqamlar takrorlanuvchi harflar ketma-ketligi sifatida yoziladi. Amaliy hisoblar uchun Rim sanoq tizimi mos emas edi. Buning uchun sanoq taxtasi abakus ishlatilgan. Uning yordamida raqamlarning birlik, o'nlik, yuzlik va boshqa raqamlar ko'rsatilgan. Shunday qilib, nafaqat muhandis va texnik xodimlar, balki savdogarlar, hunarmandlar va bozor savdogarlari ham asosiy hisob-kitoblarni bemalol bajara olganlar. Kundalik hisob-kitoblar uchun rimliklar bronzadan yasalgan abakaning prototip versiyasini yaratadilar. U sumkaga osongina joylashadi va nafaqat asosiy arifmetik operatsiyalarni, balki kichik toshlar yordamida kasrlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini bergan. Asosan abakadan har qanday sanoq tizimida foydalanish mumkin bo'lgan. Rimliklarning o'ziga xos muvaffaqiyati savdo dunyosida foydalanish mumkin bo'lgan ko'p sonli fraksiyalarni standartlashtirishda bo'lgan. Unsiya yagona qiymatga tushirilgan. Bu yerda Rim abakusi tasviri keltirilgan. Bunda asosan arifmetik hisob-kitoblarni amalga oshirilgan bu texnologiya yordamida. Bu tasvirda ko'rishimiz mumkinki, rimliklar asosan baland hududlarda, baland joylarda suvlarni chiqarishda foydalanadigan akveduk hisoblanadi. Bunda asosan suv chiqmaydigan baland hududlarga bu qurilma orqali suvlar chiqarilgan. Bu tasvirda ko'rishimiz mumkinki, dastlabki kemasozlik sohasi tasvirlangan. Bunda asosan bitta yog'ochdan foydalanish va undan keyin yog'ochlarni birlashtirish va undan keyin yog'ochning ichini o'yish va oxirida ko'rib turganimizdek, oxirgi tasvirimizda bu asosan o'sha yog'ochlarni birlashtirish orqali
o'rta qismida yelkanlarni o'rnatish orqali keyinchalik kemachilik sohasining taraqqiyoti aks etgan. Bu tasvirda asosan suv g'ildiragi, ya'ni Liburna tasvirlangan, ho'kizlar tomonidan boshqariladi. Rim risolasining De Rebus Belix, ya'ni milodiy 4-asrda nashr qilingan manbada keltirib o'tilgan 15-asr tasviri. Bu tasvirda plankin deb nomlangan texnologiya tasvirlangan. Bunda asosan e'tibor beradigan bo'lsak, Rim shaharlarida yuk tashish ham asosan hammollar tomonidan amalga oshirilgan. Tor xiyobonlarning ko'pligi tufayli badavlat fuqarolar uchun eng ko'p afzal ko'rgan transport vositasi bu palankin hisoblanadi. Aynan harakat transport sifatida palankindan keng foydalanilgan. Bu tasvirda asosan ko'rib turganingizdek tegirmon, asosan e'tibor beradigan bo'lsak, aylanma harakat tamoyilining birinchi marta qo'llagan Pompey tegirmoni hisoblanadi. Odamlarning zerikarli va qo'l mehnatini eshak va otlardan foydalanish bilan almashtirish mumkin edi. Buning uchun ko'pincha zaiflashgan hayvonlar ishlatilgan. Yana bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, butun O'rta Yer dengizida bo'lgani kabi Rim davlatida qishloq xo'jaligi va transport uchun asosan hayvonlarning birinchi navbatda ho'kiz, eshak va hachirlardan keng foydalangan. Otlarda dastlab harbiy maqsadda va poygalar uchun foydalangan. Keyinchalik bu otlardan transport vositasi sifatida ham foydalanilgan. Bu tasvirda ko'rib turganingizdek suv tegirmonlari tasvirlangan. Ya'ni Vitruviy daryo oqimi bilan harakatlanadigan suv g'ildiraklarini tasvirlaydi. Ular oddiy mexanizm bo'lib, unda haydovchi g'ildiragi ham harakatlantiruvchi g'ildirak vazifasini bajargan. Suv tegirmonlari tejamkor bo'lgan, aylanish energiyasini tegirmon toshiga o'tkazish uchun tishli mexanizmlar bilan mos keladigan mexanizm kerak edi. Xo'p, Rimda ko'plab suv tegirmonlari qurilgan bo'lib, asosan Tiber yaqinidagi Yanikul tepaligining yonbag'rida joylashgan suv o'tkazgichdan suv olingan. Rim imperiyasi Arelat, ya'ni Galiya yaqinidagi tik qiyalikda 8 ta suv tegirmoni qurilgan. Meroviy manbalari shuni ko'rsatadiki, suv tegirmonlari oxirgi antik davrda Galiyada tez ishlatilgan. Palladiy yer egalariga odamlar va hayvonlarning mushak kuchidan foydalanmasdan donni maydalash imkoniyatiga ega bo'lish uchun bunday tegirmonlarni qurishni tavsiya qiladi. 573-yilda Gotika silosi paytida Yanikulda tegirmonlar vayron qilinadi. Vizenta qo'mondoni Velisari buyrug'i bilan ikkita mustahkam suv tegirmonlari quriladi va Rim aholisining ehtiyojlarini qondirish uchun ularning soni tez ko'paytiriladi. Ushbu noodatiy turdagi suv tegirmoni butun o'rta asrlar davomida faol ishlatilgan. Oxirgi bunday tegirmonlar Rimda faqat 19-asr boshlarida ishlashni to'xtatgan. Bu tasvirda asosan keramik mexanizm orqali suv g'ildiragi tomonidan boshqariladigan mexanik arra sxemasi tasvirlangan. Miloddan avvalgi 3-asrda Hieropolisda qurilgan va foydalanish uchun ma'lum bo'lgan birinchi mashina. Bu tasvirda asosan Rim hammomlari tasvirlangan. Bunda yog'och va ko'mir asosan yoqilg'i sifatida ishlatilgan. Ba'zan tosh ko'mir ham asosan yer yuziga yaqin bo'lgan va qazib olish imkoniyati bo'lgan hududlardagina tosh ko'mirdan foydalanishgan va shu bundan tosh ko'mirdan juda ham ko'p foydalanmagan, ya'ni o'tin tanqis bo'lgan vaqtlardagina foydalangan. Sababiki tosh ko'mirdan foydalanish jarayonida misning erishiga va mis buyumlarining sifatini yomonlashishiga olib kelgan. Olovdan asosan ovqatlar pishirishda va shu bilan birgalikda ruda eritishda, temirga ishlov berish, keramika va shisha ishlab chiqarishda kerak bo'lgan. Bundan tashqari imperiya davrida olovdan asosan termal vannalarni qizdirishda keng foydalanilgan. Yoritish tizimida Rimliklar deyarli yangi texnologiya ixtiro qilmagan. Asosan sun'iy yorug'lik manbalari sifatida o'choq olovi, qarag'ay parchalari, qatron mash'allari, moyli lampalar va yog'li yoki mumli shamlardan keng foydalangan. Ko'chalarni yoritish uchun birinchi navbatda shamolga yaxshi bardosh beradigan qatronli mash'allardan keng foydalangan. Ular bilan bir qatorda devorlari yupqa shoxli plitalardan yasalgan zamonaviy bo'ron lampalariga o'xshash chiroqlar ham
ma'lum bo'lgan. Ularning ichiga sham yoqilgan. Rim davridagi yorug'likning eng kuchli manbalari asosan muhim dengiz portlari yaqinida joylashgan mayoqlar bo'lgan. Botiq oyna oldida yonayotgan bunday mayoqlarning olovi Iskandariyadagi Fors mayog'idagi kabi o'nlab kilometr uzoqlikka ham cho'zilgan. Xonani yoritish bilan bog'liq vaziyat yanada murakkab bo'lgan. Yoritgichlarning zaif yorug'ligini kuchaytirishning yagona yo'li bor edi. Yorug'lik manbalarining sonini ko'paytirish uchun rimliklar tik turgan va osilgan lampalar, shamdonlar va ko'plab moyli lampalardan foydalangan. Rim imperiyasining janubida zaytun moyi yorug'lik uchun keng qo'llanilgan. Qisman shimoliy viloyatlarga zaytun moyi eksport qilingan. Ommaviy ishlab chiqarilgan oddiy loy lampalari hamma uchun mavjud edi. Ular bilan bir qatorda bronza lampalar ham yasalgan. Bu tasvirda asosan shamlar odatda mum yoki moy bilan namlangan va tezroq yonadigan rulonli matodan qilingan. Ularni mustahkamlash uchun, ya'ni mustahkam ushlab turish uchun bosh orqali kandelablar ishlatilgan. Shamlar asosan shimolda ishlatilgan. U yerda yog'li zaytun daraxtlari o'smagan. Xo'p, bu tasvirda loydan ishlangan sham chiroqlarini ko'rishimiz mumkin. Bunda ya'ni pilik va zaytun moyi uchun teshiklar bo'lgan loydan yasalgan Rim moyli chirog'i tasvirlangan. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha sizga yetkazadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Rahmat, sog' bo'ling.